Bo'pti, xotin, men ketdim. To'xtang. Hali savol javob qilmadik-ku. Qanaqa savol javob? Ko'chada mabodo begona qizlar sizga gap otsa nima deb javob berishingizni bilaylik, keyin chiqasiz. Onangni boshlandi. Bo'pti, tezroq ber savolingni, shoshaman. Tasavvur qiling, begona qiz sizga gap otmoqchi. Yaxshi yigit, tanishsak bo'ladimi? Uzr, tanisholmayman. Uylanganman. Nima, tirjayvoz Salohga? Nima? Mana nima u? Tanishgingiz kelyaptimi? Boshdan. Yaxshi yigit, tanishsak bo'ladimi? Tanishmayman, xotinim bor. Yana nima? U qayerdan biladi hozir sizni xotiningiz bor yoki yo'qligini? Nima qilay? Qo'ldagi uzukni ko'rsatish kerak. Mana buni ne taqqa yuribsiz? Boshdan. Yaxshi yigit, tanishsak bo'ladimi? Uzr, tanisholmayman. Uylanganman, xotinim bor. Mana uzugiman bor, ha? Hozir shunda любой qiz kelib sizga gapirsa gaplashib ketaverasiz-da. Yo, lish bu shular bilan gaplashishingiz kerak-da. Nima qilay? Chiqmaymi ko'chaga, shuni xohlayapsanmi? Yo, chiqavering. Faqat to'g'ri javob bering, keyin chiqasiz. Oxirgi imkoniyatingiz. Yaxshi yigit, tanishsak bo'ladimi? Ey, yiqilaverdan, tanishmayman men, uylanganman, xotinim bor. O, ana, bo'lar ekan-ku. Bo'pti, yaxshi aylanib keling. Uylanganimga 2 oy bo'ldi. Bir umr qanaqa yashayman bu xotin bilan? Yo'q hali.